Assalomu alaykum hazrati insonlar. Biz Tojikistonga safarimiz ikkinchi kuni Marg'izor ko'llar tizimiga keldik. Bu yerda 7 ta ko'l bor. Haft ko'l deydi yoki Sem ozer. Birinchi ko'lda turibmiz, hozir ko'rsataman. Bu quyosh tushishi bilan o'zgarib turadi rangi. Nefrit rangiga kiradi. Ko'ryapsizlar. Suv kamaygan. Demak, davom etamiz. Mana shu tomonga qarab, bu yerda 7 ko'lni 7-ko'lgacha borishga harakat qilamiz. Juda ham chiroyli tabiat. Navbatdagi nurli manzilimiz, yangi lokatsiya. Bu shundoqqina Jartepa Sarazm, Urgutli Jartepa qishlog'i va Panjikentni Sarazm qishlog'i o'rtasidagi chegara o'tkazish punktidan 50 kilometr desam yolg'on bo'ladi, bir 80 kilometrlar uzoqlikda joylashgan ko'l. Oilaviy kelishingiz mumkin, do'stlar bilan yoki o'zkukruk bilan. Yana bir bor ko'rsataman atrofda. Keyingi ko'lda ko'rishguncha.